Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 9-may xotira va qadrlash kuni. Bu kun yurt tinchligi uchun kurashgan xalqning ertangi kuni uchun jonini fido qilgan ota-bobolarimizni yod etish kunidir. Har bir tinch tong ostida buyuk jasorat yotadi. Har bir musaffo osmon ortida fidokor insonlar xotirasi bor. Ular bizga ozodlikni, tinchlikni va baxtli hayotni meros qoldirdilar. Xotira muqaddas, qadrlash esa insoniylik belgisidir. Bugungi shunday yorug' kunlarimiz uchun otaxon va onaxonlarimizga qancha ehtirom ko'rsatilsa kam aslida. Hech kim hech qachon unutilmaydi. Ularning nomi qalbimizda abadiy yashaydi. Yana bir bor 9-may xotira va qadrlash kuni muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar.